bahonani eng kuchlisini qarz olib bermayveradigan bolalar ishlasa kerak deyman-da. Bahonalar ensiklopediyasi degan kitobni o'qib katta bo'lganda, nafas olishidan ko'ra ko'proq Xudo haqqi degan so'zni ishlatadi, tavba qildim. Men necha kunda beraman dedim deydi. 20 kunda desa, bo'ldi 20 kunda beraman deydi. O'zi o'tib ketgan hali kun. Uni srogi cho'zilaveradi o'zidan o'ziga. Ey, bo'y balandginom, sen menga mana kunga beraman deyording-ku, mana boshingni 15 ming so'mga sachaldirishdan boshqa narsaga ham ishlatgan. Osna birodar haqini yeyishdan qo'rqqin, birodar rizqidan qo'rqqin. Siz qanday bir oyga chiqib ketyapsan sen mancha pulni deb turib, men seni yaqinim deb oluvdim u pulni deydi. Eng qizig'i birodar rizqini bir oy yeyolmay sen shirk keltirmay munofiq bo'lib, o'zingizni pulingizni so'rayotganingiz gunohkor qilib siz indamay tursiz. Oshna hali kuni so'rayapman telefonda, do'stim mana pulni berib yuborasizmi deb голосовой etsam, orqasidan senlar mashinnik, senlar sun'iy intellekt orqali yozyapsan, men senlarga ishonmayman. Dunyoda faqat men biladigan narsani aytish deydi. Maktabni 3 ga bitirgansan, dunyoda faqat sen biladigan narsani o'zi yo'q.